Shifokorlar hayratda qoldi. Bu ichimlik oyoq va oyoq barmoqlaridagi qon aylanishini kuchaytiradi. Keksa yoshdagilar, sizga ajoyib bir narsani aytay. Yillar davomida keksa odamlarga yordam berganimda, sovuq va uyqusiz oyoqlar birdan isigi kelib, shishgan topiqlar yumshab, ogirlik qilgan oyoqlar yengil harakat qilishni boshlaganini ko'rganman. Operatsiyadan emas, tabletkalardan emas, faqat qon aylanishini yaxshilashdan keyin. Qon nihoyat oyoq mushaklari va asablarga qaytganda hamma narsa o'zgaradi. Qulaylik, muvozanat va hatto tik turganda yoki yurishda ishonch paydo bo'ladi. Va ko'pchilik hech qachon eshitmagan qismi shu, ba'zi tabiiy qon aylanish ichimliklari 24 soat ichida ishlay boshlaydi. Ular qotib qolgan arteriyalarni kengaytirishga yordam beradi, charchagan oyoqlarga kislorodni qaytaradi va ko'plab keksa yoshdagilar yaxshi biladigan ertalabki og'irlikni kamaytiradi. Oxirigacha tomosha qiling, chunki birinchi ichimlik deyarli barcha keksa yoshdagilar eshitgan narsadan tezroq ishlaydi. Va sizning oshxonangizda allaqachon asosiy ingrediyentlar bor ekan. Boshlashdan oldin, izohlarda menga ayting, yoshingiz necha va qayerdan tomosha qilyapsiz? Imkon qadar ko'proq izohlarga javob beraman. 6 raqamli ichimlik, yangi zanjabil bilan yashil choy. Yangi zanjabil bilan yashil choy oddiy ko'rinishi mumkin, lekin tanangiz ichida yosh bilan sekin qotib qolgan mayda qon tomirlarini ochishni boshlaydi. Yashil choy arteriyalarni bo'shashtirib, kengaytiruvchi maxsus osimlik birikmalarini o'z ichiga oladi. Bu esa issiq, kislorodga boy qonni oyoq va oyoq barmoqlariga kamroq to'siqsiz yetkazadi. Zanjabil qo'shilsa, ta'sir kuchayadi, chunki u qon tomirlaridagi yalliglanishni tabiiy ravishda kamaytiradi va qonni qalinlashib, sekinlashishidan saqlaydi. Ko'plab keksa yoshdagilar qisqa vaqt ichida oyoqlarida yumshoq isitishni sezadilar. Bu achchiqlikdan emas, balki qon aylanishi qayta erkin oqishi tufayli. Bu isitish ko'pincha qulaylik, kamroq qotib qolish va yurish yoki tik turishda ko'proq ishonch keltiradi. Bu ichimlikni tayyorlash uchun suvni qaynatmasdan issiq qilish. Bir yashil choy paketini yoki bir choy qoshiq yashil choy barglarini qo'shib, taxminan 3 daqiqa damlang. Keyin bir osh qoshiq yangi ishqalangan zanjabil yoki 1-2 choy qoshiq zanjabil kukuni qo'shib, 5 daqiqa damga qo'ying. Uni ertalab nonushtadan 2 soat o'tgach iching, chunki qon aylanishi tabiiy ravishda sekinlashadi. Tadqiqotchilar shuni aniqlaganlarki, bu aralashmani kuniga 2 marta ichuvchi keksa yoshdagilar oyoqlardagi qon oqimini yaxshilashini ko'rsatadi va ko'plari topiqlarda shishning kamayganini his qiladilar. Choyning issiq harorati qon tomirlarini vaqtincha bo'shashtirib, aylanishga to'g'ri yo'nalishda yumshoq itar beradi. Ba'zi keksa yoshdagilar ta'mni yumshatish uchun bir kichik choy qoshiq asal qo'shadilar. Agar shunday qilsangiz, xom asalni tanlang, chunki u choyning foydali birikmalarini yaxshiroq singdirishga yordam beruvchi tabiiy fermentlarni o'z ichiga oladi. 5 raqamli ichimlik, bir chimdim qizil qalampir bilan anor meva sharbati. Sof anor meva sharbatiga ozgina qizil qalampir chimdimini qo'shish qon tomirlarida kuchli javob hosil qiladi. Anor meva sharbatida arteriyalarning ichki qoplamini bo'shashtiruvchi tabiiy antioksidantlar bor. Bu esa qonni oyoq va oyoq barmoqlarida erkinroq harakatlantiradi. U shuningdek nitrik oksid ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu tanangizning qon tomirlarini kengaytirib, ko'proq kislorod tashiydigan tabiiy signalidir. Qizil qalampir ichimlikda galati tuyulishi mumkin, lekin unda daqiqalar ichida qon oqimini isitib, oshiruvchi birikma mavjud. Ko'plab keksa yoshdagilar uni ichgandan keyin oyoq barmoqlarida yumshoq qizarish yoki kantalanishni tasvirlaydilar. Bu tomirlarning ochilayotgani va qonning qotib, sovuq yoki uyqusiz joylarga yetayotganining belgisi. Buni tayyorlash uchun shakarsiz, saqlagichsiz yoki sun'iy ta'msiz sof anor meva sharbatidan 1 stakan tanlang. 8 unsiya sharbatga 1-8 choy qoshiq qizil qalampir qo'shing. Agar achchiq ovqatlarga o'rganmagan bo'lsangiz, kichik chimdimdan boshlab, tanangiz qulaylashguncha asta-sekin oshiring. Uni kunning eng past nuqtasida ertalabdan keyin iching. Keksa yoshdagilarni o'rganuvchi tadqiqotchilar shuni topdilarki, bu aralashma bir haftada yurish masofasini yaxshilaydi va oyoqlardagi og'ir, charchoq hissini kamaytiradi. Ko'plab ishtirokchilar oyoqlari issiqroq bo'lganini va shishning sezilarli kamayganini aytishdi. Qizil qalampir ayniqsa uzoq o'tirgandan keyin sovuq chekkalar yoki vaqti bilan krampga duch keluvchilar uchun foydali. Agar qalampir kuchli tuyulsa, keyin bir bo'lak butun donli non yeng. Bu oshqozonni tinchlantiradi, ammo qon aylanish foydalarini kamaytirmaydi. 4 raqamli ichimlik, qizil lavlagi va nordon mevalar aralashmasi.
Endi sportchilar va shifokorlar bir aniq sababga hurmat qiladigan ichimlikka yetdik. U yillar davomida zaif bo'lgan joylarda ham qon aylanishini yaxshilay oladi. Sof qizil lavlagi sharbati va nordon meva sharbatining oddiy aralashmasi ikki xil yo'l orqali qon tomirlarini qo'llab-quvvatlagani uchun shunday yaxshi ishlaydi. Qizil lavlagi oziqlanish nitratlarning eng boy tabiiy manbalaridan biri. Lavlagi sharbatini ichganda ogizdagi dostona bakteriyalar bu nitratlarni nitrik oksidga aylantiradi. Qon tomirlaringiz sevadigan birikma. Nitrik oksid arteriyalarni yumshoq ochib, qonni oyoqlar, oyoq barmoqlar va barmoq uchlari tomon ko'proq oqizadi. Bu keksa yoshdagilar uchun ayniqsa muhim, chunki yomon aylanish ko'pincha kislorod kam bo'lgan joylarda kuchayadi. Lavlagi kerakli joyga yangi kislorodni yetkazadi. Nordon meva sharbatining himoya qatlami yana bir qatlam qo'shadi. Unda qon tomirlaridagi yalliglanishni tinchlantiruvchi va arteriya qoplamini qo'llab-quvvatlovchi kuchli osimlik birikmalari bor. Yalliglanish kamaysa, qon kamroq to'siqsiz harakatlanadi. Ko'plab keksa yoshdagilar shishning kamayganini, og'irlikning yo'qolganini va yurishda ko'proq qulaylikni sezadilar. Bu aralashmani tayyorlash uchun 4 unsiya yangi qizil lavlagi sharbatini 4 unsiya nordon meva sharbatiga aralashtiring. Uni ertalab nonushtadan oldin iching. Agar o'zingiz lavlagi sharbatini chiqara olmasangiz, organik va sovuq siqilgan, shakarsiz shishani tanlang. Nordon meva sharbatining ham shakarsiz bo'lishi kerak. Qiziqarli tafsil shuki, antibakterial ogiz chayqovchi nitrat aylanishiga xalaqit berishi mumkin. Shuning uchun lavlagi sharbatini ichishdan oldin undan voz keching. Tanangizning tabiiy bakteriyalariga ishni topshirishga ruxsat bering. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu aralashma 24 soat ichida pastki oyoq aylanishini 30 dan ortiq yaxshilaydi. Ko'plablar oyoqlari issiqroq bo'lganini va shishning asta-sekin yumshashini his qiladilar. Boshqalar charchoqsiz uzoqroq tik turish yoki yurish mumkinligini sezadilar. Ba'zilar ta'mni dastlab galati deb topadilar, tuproqli va nordon. Foydani kamaytirmasdan ta'm uchun olma yoki ananas sharbatining bir qoshigini qoshingiz mumkin. Bu ichimlik doimiylikni mukofotlaydi. Qancha uzoq ishlatsangiz, yaxshilanishlar shuncha kuchliroq bo'ladi. Agar hozirgacha foydali deb topsangiz, videoga bosh polbata bosing va Senior Vital Health kanaliga obuna bo'ling. Bu kanalni qo'llab-quvvatlaydi va bu ma'lumotga muhtoj bo'lgan ko'proq keksa yoshdagilarga yetkazishga yordam beradi. Izohlarda menga ayting, salomatligingiz yaqinda qanday? Videoni yoqtirayotgan bo'lsangiz, super rahmat tugmasini bosib, kichik qo'llab-quvvatlash yuborishingiz mumkin. Biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. 3 raqamli ichimlik Zerdial oltin sut. Dunyoning ko'p mamlakatlarida keksa yoshdagilar asrlar davomida bu aralashmani kechqurun ichishadi. Bugun esa tadqiqotlar an'ana bilgan narsani tasdiqlaydi. U qon oqimini yaxshilaydi, shishni kamaytiradi va arteriyalarni sog'lomroq saqlaydi. Zerdial kurkumin deb ataladigan kuchli birikmani o'z ichiga oladi. Kurkumin qon tomirlaridagi yalliglanishni tinchlantiradi, qon bosimini sog'lomroq qiladi va qonning yopishqoqlashuvini oldini oladi. Qon hujayralari silliq harakatlansa, aylanish yaxshilanadi, ayniqsa yosh bilan oyoq va oyoq barmoqlarida sekinlashadigan joylarda. Lekin kurkumin tanada to'g'ri tayyorlanmasa singdirish qiyin. Shuning uchun oltin sut shunday maxsus. U sog'lom yog'lar va qora qalampirdan foydalanib, tanangiz kurkuminni 20 marta yaxshiroq singdirishga yordam beradi. Bu aralashmasiz, Zerdialning aksariyati foydasiz o'tib ketadi. Haqiqiy oltin sut tayyorlash uchun 1 stakan butun sut yoki to'liq yog'li kokos sutini past issiqlikda isitib, qaynatmaslik. 1 choy qoshiq yuqori sifatli Zerdial kukuni, 1/4 choy qoshiq qora qalampir, 1/4 choy qoshiq zanjabil kukuni va 1-2 choy qoshiq Ceylon dolchani qo'shing. Aralashmani 5 daqiqa qamchilab, bahorlar sutga silliq aralashib ketguncha. Uni issiq iching, ideal holda uyqudan 1 soat oldin, shunda tanangiz tunda qon tomirlarini ta'mirlashi mumkin. Ceylon dolchani muhim, chunki u qon shakarni sog'lomroq qiladi va arteriyalarni bo'shashtiradi. Zanjabil yalliglanishni kamaytirib va chekkalarga qon oqimini yaxshilash orqali yana bir aylanish kuchaytirish qo'shadi. Sutdagi sog'lom yog' transport tizimi kabi ishlaydi. Kurkuminni qonga kirib, eng zarur joylarga yetkazadi. Ko'plab keksa yoshdagilar natijalarni tez sezadilar. Kechqurun oyoqlar issiqroq, ertalabki qotib qolish kamroq va topiqlarda shishning kamaygani. Doimiy ishlatishda tadqiqotlar oltin sut yurish qulayligini yaxshilaydi va 2 haftada qon bosimini sog'lomroq qilishini ko'rsatadi.
Ta'm yumshoq, tinchlantiruvchi va yoqimli. Ba'zilar qo'shimcha antioksidant va shirinroq ta'm uchun bir choy qoshiq xom asal qo'shadilar. Boshqalar uni yolg'iz, tinchlantiruvchi kechki marosim sifatida ichadilar. Ikkinchi raqamli ichimlik, gilos va qizil meva damlamasi. Endi keksa yoshdagilar uchun eng e'tiborsiz qoldirilgan, ammo ilmiy jihatdan ta'sirli aylanish ichimliklaridan biriga o'tamiz. Gilos choyi qizil meva bilan damlangan. Ko'pchilik gilosni eshitgan, lekin uni qizil meva, yurakni qo'llab-quvvatlovchi, an'anaviy tibbiyotda yuzlab yillar ishlatilgan meva bilan birlashtirganda qanchalik kuchli bo'lishini bilmaydi. Gilosda antosianinlar va protokatechin kislota deb ataladigan tabiiy birikmalar bor. Bular qon-tomir devorlarini bo'shashtirib, qonni erkinroq harakatlantiradi. Tomirlar qotib qolsa, aylanish sekinlashadi. Bo'shashsa, issiq qon oyoqlar, oyoq barmoqlar va barmoq uchlari tomon to'liq oqadi. Qizil meva yana bir qatlam qo'llab-quvvatlash qo'shadi. U qon-tomir devorlarini mustahkamlaydi va yurak har urishda samaraliroq nasoslashga yordam beradi. Bu esa tanangizga kislorod va ozuqalarni qon oqimidan mahrum bo'lgan joylarga ko'proq yetkazish imkonini beradi. Ayniqsa sovuq oyoqlar, uyqusizlik yoki sekin shifo topadigan yaralarga duch keluvchi keksa yoshdagilar. Bu damlamani tayyorlash uchun 16 unsiya issiq suvga 2 osh qoshiq quritilgan gilos gulchambarni yoki 3 ta gilos choy paketini 10 daqiqa damlang. Damlagandan keyin 1 choy qoshiq qizil meva ekstrakti yoki 1-2 choy qoshiq qizil meva kukuni qo'shing. Yumshoq aralashtiring. Choyning yarmini ertalab, yarmisini kechqurun iching. Bu kun bo'yi aylanishni qo'llab-quvvatlaydi. Ta'm tabiiy nordon, kranberiga o'xshash va ko'plab keksa yoshdagilar uni issiq holda yoqtiradilar. Ammo agar yangilashni xohlasangiz, muz ustiga sovuq qo'yishingiz mumkin. Faqat shakarni ko'p qo'shmang, chunki u qon tomirlarida yallig'lanishga sabab bo'ladi. Yevropa profilaktik kardiologiya jurnalidagi katta tadqiqotda bu choy ichuvchi keksa yoshdagilar 3 haftada oyoq barmoqlariga qon oqimini 45 yaxshilaganini ko'rsatdi. Ko'plab ishtirokchilar kechqurun oyoq krampining kamayganini, barmoqlar issiqroq bo'lganini va og'irlik yoki bosimsiz yurish osonlashganini aytishdi. Ba'zilar uni oyoqlariga hayot qaytganidek tasvirlaydilar. Va nihoyat, bir raqamli ichimlik, listrulin arbuz smuzisi. Tadqiqotchilarni hayratga solgan, ayniqsa sovuq oyoqlar, shishgan oyoqlar yoki uzoq masofalarda yurish qiyinligi bo'lgan keksa yoshdagilar uchun birinchi aylanish kuchaytiruvchi ichimlik. Bu oddiy arbuz smuzisi, lekin odatdagidek emas. Bu ilmiy jihatdan listrulin deb ataladigan tabiiy birikma bilan optimallashtirilgan. Arbuz, ayniqsa qobigiga yaqin oq qismi, yer yuzidagi listrulinning eng boy tabiiy manbai. Uni ichganda tanangiz listrulinni largininga, keyin nitrik oksidga aylantiradi. Arteriyalarni kengaytiruvchi, qon oqimini yaxshilovchi va oyoq mushaklari va asablariga kislorodni yetkazuvchi molekula. Ko'plab qo'shimchalardan farqli o'laroq, listrulin jigarni o'tkazib, to'g'ridan to'g'ri qonga kirib, 24 soatgacha nitrik oksid ishlab chiqaradi. Bu bir stakan kun va tun bo'yi aylanishni yaxshilashi mumkin. Bu ichimlikni tayyorlash uchun 2 stakan arbuz go'shtini 1 stakan oq arbuz qobigi, 1 osh qoshiq yangi ohak sharbati, 1 hovuch nanav barglari va 1-2 stakan kokos suvi bilan aralashtiring. Uni kunning eng katta ovqatidan 30 daqiqa oldin iching. Bu vaqt singdirishni yaxshilaydi va qon tomirlaringiz eng qiyin ishlaganda nitrik oksidni kuchaytiradi. Ko'plab keksa yoshdagilar soatlar ichida oyoqlar issiqroq bo'lganini aytadilar. Boshqalar kechqurun oyoq krampining kamayganini, yurish osonlashganini va stuldan turishda mustahkamroq qadamlar qo'yishni his qiladilar. Kokos suvidan keladigan namlik qonni tabiiy ravishda suyultirib, oqimni silliqroq qiladi va oyoqlardagi og'irlikni kamaytiradi. Harvard tadqiqotchilarini ham hayratga solgan tadqiqotda, pastki oyoq aylanishi bo'lgan keksa yoshdagilar 4 haftada har kuni arbuz listrulin smuzisini ichishdi. Har bir ishtirokchi qon oqimi va yurish masofasida o'lchanadigan yaxshilanish ko'rsatdi. Ba'zilar bir blok yurish qiyin bo'lganlar birdan to'xtovsiz ancha uzoq yurishdi va 90 kechqurun kramp kamayganini aytishdi. Arteriyalarni ochib, charchagan mushak va asablarga kislorodni qaytarganda, tana tez javob beradi, ba'zida 24 soat ichida. Bu smuzi ko'plab keksa yoshdagilarga oyoqlarni yoshdek his qilishga yordam berdi, sovuq oyoqlarni isitib, har qadamga qulaylik keltirdi. Tez-tez so'raladigan savollar. Mana keksa yoshdagilar bu aylanish ichimliklari haqida eng keng tarqalgan savollarga javoblar.
Savol birinchisi, kuniga bittadan kop ichish mumkinmi? Ha, lekin shoshilishning hojati yo'q. Oshqozoningiz bardosh bersa, ertalab birini va tushdan keyin boshqasini tanlashingiz mumkin. Ko'plab keksa yoshdagilar tananing javobini ko'rish uchun kuniga faqat bitta ichimlikdan 2 haftadan boshlaydilar. Savol ikkinchisi, natijalarni qachon sezaman? Ba'zilar 24 soat ichida oyoqlar issiqroq yoki engilroq bo'lganini his qiladilar, ayniqsa arbuz smuzisi yoki zanjabil bilan yashil choyda. Chuqurroq yaxshilanish uchun tanangizga 2-4 haftani bering. Savol uchinchisi, bu dori-darmonlarimni almashtira oladimi? Yo'q, bular tabiiy qo'llab-quvvatlovchilar, almashtiruvchi emas. Hech qachon shifokoringiz ruxsatsiz dori ichishni to'xtatmang yoki o'zgartirmang. Savol to'rtinchisi, agar diabetim bo'lsa yoki shakarni nazorat qilsam nima? Anor, lavlagi yoki nordon meva sharbatlari uchun shakarsiz variantlarni tanlang. Shakardan xavotir bo'lsa, zerdial oltin sut va gilos choyi ajoyib past shakarli tanlovlardir. Savol beshinchisi, ularni ichishning eng yaxshi vaqti qaysi? Yashil choyni ertalab o'rtada, lavlagi nordon meva aralashmasini ertalab birinchi, anor sharbatini tushdan keyin, oltin sutni uyqudan oldin, gilos damlamasini ertalab va kechqurun, arbuz smuzisini esa kunning eng katta ovqatidan 30 daqiqa oldin. Yakunlashdan oldin, tomosha qilayotgan hamma uchun qisqa tibbiy eslatma berish muhim. Bu video faqat ta'lim maqsadida va professional tibbiy maslahat, tashxis yoki davolash o'rnini bosa olmaydi. Har bir odamning salomatlik holati boshqacha, ayniqsa diabet, yurak kasalliklari, aylanish buzilishlari, buyrak muammolari yoki qon suyultiruvchi dorilar kabi retseptli dori ichayotgan keksa yoshdagilar. Tabiiy ichimliklar kuchli bo'lishi mumkin, lekin ba'zi dorilar bilan o'zaro ta'sir qilishi mumkin. Agar ushbu ichimliklarni muntazam sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, ayniqsa lavlagi sharbatini, gilos, zerdial yoki qizil qalampirli narsalarni, avval shifokoringiz yoki sog'liqni saqlash mutaxassisi bilan gaplashing. U tanangiz uchun xavfsiz va mosligini ta'minlash uchun. Xavfsizlik birinchi o'rinda. Bugun siz oyoq va oyoq barmoqlariga qon oqimini kuchaytiruvchi 6 tabiiy ichimlikni kashf etdingiz. Yumshoq tomir kengaytirish uchun zanjabil bilan yashil choy. Nitrik oksid va isitish uchun qizil qalampir bilan anor. Arteriya elastikligi uchun lavlagi nordon mevalar aralashmasi. Yalliglanishni nazorat qilish uchun zerdial oltin sut. Kuchliroq aylanish bosimi uchun gilos qizil meva damlamasi. Va eng tez arteriya ochish ta'siri uchun arbuz istrulin smuzisi. Hammasini kerak emas. Tayyorlash oson bo'lgan 1 yoki 2 tasdan boshlang. Har kuni iching. Namlikni saqlang. Harakat qiling. Va tanangizga bir necha haftani bering. Aylanish doimiylik bilan yaxshilanadi, mukammallik emas. Kichik o'zgarishlar ham oyoq va oyoq barmoqlariga isitish, kuch va qulaylikni qaytarishi mumkin. Oyoqlaringiz sizni hayot davomida ko'taradi. Siz sevgan odamlarga, yoqtirgan joylarga va eng muhim lahzalarga yetkazadi. Yomon aylanish bu erkinlikni o'g'irlashga urinadi. Lekin buni qabul qilishingiz shart emas. Oddiy odatlar, issiq stakanlar va oziqlantiruvchi ingredientlar bilan qon oqimini oyoqlaringizga, mushaklaringizga va ishonchingizga qaytarishingiz mumkin. Ertaga ertalab faqat bitta ichimlikni sinab ko'ring. Yumshoq sayr qiling. Bir haftada yoki oyda o'zingizni qanday his qilayotganingizni sezing. Kichik kunlik harakatlar kuchli o'zgarishlar yaratadi. Agar bu video foydali bo'lsa, videoga bosh polbata bosing, Senior Vital Health kanaliga obuna bo'ling va keksa yoshdagilar uchun ko'proq kontentni qo'llab-quvvatlashni xohlasangiz super rahmat tugmasini bosing. Va quyida izoh qoldirishdan xijolat tortmang. Qaysi ichimlikdan birinchi boshlaysiz? Biz har bir izohni o'qiymiz. Mustahkam turing, umidvor bo'ling va o'zingizga yaxshi g'amxo'rlik qiling. Eng yaxshi sog'lik yillaringiz orqangizda emas. Ularning ko'pchiligi hali oldinda.